Assalomu alaykum. 2025-yil 25-sentyabrga ko'ra ko'rishinglar mumkin. Qizil pomidorlar Bekobod. Nechi pul aka? Bu srednisimi, maydasimi? Srednisi. Srednisi nechi pul? 3,5. Mayda desam bo'lar, srednisi. Mayda desam bo'lar ekan, sredni desam bo'lar ekan. Ikkovi qaysi birini aytishga akalar ikkilanayotgan 3,5 ming so'mdan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Korobkasida 10 kilo, 12 kilo chiqadi. Yirigi bormi, yo'qmi buni? Bizda ham Yirigi tugabdi akalarimizga ko'rishinglar mumkin. Mana Bekobodni boylari. YouTube'ga nima deysizlar? Pomidor ko'paversin. Pomidor ko'paversin, ha? Xalq maza qilsin, xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin. Aka, qizil nechi pul beryapsiz, xudo xolasa? Nechi pul aka? Yirik. 5,5 ming so'mdan qilib berishyapti, ko'rishinglar mumkin. Akamiz, ha? Bunday qivoring aka. YouTube'ga. Charchaysizmi? Bo'lyapti ishlaringiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Cho'tir bodringlarni ham bitta ko'rsataman. Cho'tirlar nechi pul ekan aka? 8 ming so'mdan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Tbilsida bu. Tbilsaniki ekan, cho'tir ko'rishinglar mumkin. Bekobod pomidorlari bugun deyarli 8 lar atrofida tugab qolgan, kamroq qolgan, 5,5 ming atrofida bo'lgan. Lekin bozorda unaqa odamlar yo'q. Nechi pul ekan aka qizil pomidorimiz Bekobod? 5,5 ming so'mdan qilib berishyapti. Hoji akamiz ko'rishinglar mumkin. Bitta laboda yarim labo bor ekan, xudo xolasa. Nomer aytib o'ralamiz aka. 50lik 581 21 Botir aka bo'ladi. Akamizga alohida chiqinglar, chiroyli qilib beradi. Food City bozoriga kelsanglar. Aka, qizil pomidorimiz nechi pul ekan, xudo xolasa? 6,5 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Srednilarimiz nechi pul? 4 ming so'mdan beryapti. 10 kilo, 12 kilo atrofida chiqadi. Telefon raqamini aytib oramizmi? Akam telefon raqamini ayta olmaydi ekan, ko'rishinglar mumkin. Deyarli bozorda odam yo'q, tovar ham kam-u, lekin nima desa bo'ladi? Yaxshi mollar deyarli yo'q, chunki oyda oxiri savdolar tushib qolgan, ko'rishinglar mumkin yon atrofda. Ko'rishinglar mumkin, mana parkent qizillari. Nechi pul aka qizillarimiz? 8 ming so'mdan qilib berishyapti parkent qizillari, tay usti bir xil, xudo xolasa. Aka, Tbilsani ro'zilari nechi pul ekan? 10 ming so'mdan beryapti akamiz, ko'rishinglar mumkin. Tbilsani ro'zilari, xudo xolasa 2 qatorli, ko'rishinglar mumkin. Aka, telefon raqamini ayta olamizmi? 93lik 104 53 akamizga aloqa chiqinglar, xudo xolasa sifatli mollar qilib beradi. Tbilsani pomidori kerak bo'lsa, parkent qizillar kerak bo'lsa, akamizga aloqa chiqarasizlar degan bitta. Ko'rishinglar mumkin. Mana Tbilsalarning o'zi ko'payib qolyapti. Pika bu sorti. Nechi pul aka? 10 ming so'mdan berishyapti ekan. Bir qatorli pik. Orqasida sal-sal trishinasi bor, ko'rishinglar mumkin. 5 qatorli, 6 qatorli bormi, yo'qmi? 4 tali, 5 tali bor ekan. 4 taligi nechi pul aka? 4 taligi 11 ming so'mdan, 5 taligi 10 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Aka, telefon raqamini ayta olamizmi? Food City'ga aka kelishsam, soch 10-15 ta olaman desam, magazinchilar ham ko'radi buni. 99lik 907 15-27 akamizga aloqa chiqinglar, xudo xolasa. Chiroyli mahsulotlar, Tbilsani pomidorlarni qilib beradi. Degan bittamiz, xudo shirini bo'ladi ekan faqat akamizda. Ko'rishinglar mumkin. Qizil pomidorlar ham deyarli ko'payapti. Tak 5 taligi bor ekan akalar. Narxini hozir bilamiz. 4 talik bor ekan qizil pomidor, Tbilsani pomidorlari. O'zi salqin tushib ko'payib qoldi. Aka, 5 talik ro'ziylar, salfetkalar nechi pul beryapti? 12 ming bo'lyapti. 12 ming so'm. 6 talikda. 12 ming so'm 6 taligi. 11,5 ming so'm 6 taligi, 12,5 ming so'm 5 taligini beryapti ekan. Buni hisobda defektlar yo'q. Salfe hamma tomonlardan zo'r, kalibrlari 5 ga 6 lik beryapti ekan. Ko'rishinglar mumkin. Isuzu'da turibdi, xudo xolasa. City bozoriga kelaverasizlar. Yon atrofda deyarli ko'payyapti. Tbilsani pomidorlar, chunki salqin tushib, hamma do'konchilar, magazinchilar o'zi o'tishni boshladi. Xudo xolasa ko'rishinglar mumkin. Mana akalarimizdan ham hozir bitta video olamiz. Qizil pomidorda. Akajon, qizil pomidorlar nechi pul ekan Tbilsani? 11 ming so'mdan qilib berishyapti. Xudo xolasa 2 qator qilib tashlangan, bakoy tashlanganlari ham bor ekan. Nechi pul? 11 ming hammasi. Buni srednisi yo'q. Srednisi yo'q ekan, ko'rishinglar mumkin. Tbilsani pomidorlar deyarli ko'payib, yon atrofda mana Isuzu'lar ko'payishni boshladi akalar. Iloji bo'lsa kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna tugmasini bosib qo'yinglar, podpisatsiya tugmasini, videoga like bosishni unutmanglar. Yana umiddamiz. Ko'rishinglar mumkin, parkentda Platinum
platinum qizil pomidorsi 8 ming so'mdan berilyapti. Bugungi holatga ko'ra deyta soat 10lar, 9-10lar atrofida ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa sartorofkalar ideal holatda pomidor. Akajonlar, opajonlar ko'rishingiz mumkin. Meni qadri bilan qadrdonlarim Yusufskiyda sredniylarini 9 ming so'mdan qilib berilyapti. Taylarigacha bir xilda 5 pomidori yo'q, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa ideal holatda. Adborlarimizni ko'rishingiz mumkin. Adborlarimiz 14 ming so'mdan qilib beryapmiz. Sartorofkalari xudo xolasa ideal holatda ko'rishingiz mumkin. Sredniy yana ko'rishingiz mumkin. Buni 9 ming so'm qilib beryapmiz. O'zing osmondan kelding. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa ideal holatda 9,5 ming so'mdan kartinkadagi pomidorlar beryapmiz. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu kartinkada endi 9,5 mingdan qilib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin, qattiq bo'lib yotibdi. Pomidor sababi sovuq tushdi. Sovuq tushgani hisobiga qattiqroq. Ko'rishingiz mumkin. Balaban degan sorti, shirin sorti. Buni 9 ming so'mdan to'g'richa qo'yib beryapmiz. Aslani buni kalibri standartroq bo'ladi, lekin mazasi zo'r. Deyta 2 kun atrofida turib beradi. Chunki shirinlik uchun postog'i yupqa bo'ladi, akajonlar. Ma'lumot o'rnida aytib ketyapmiz. 530 so'mga ko'rishingiz mumkin. Buni narxi yashidalik uchun ham 10 ming so'm bo'lyapti. Sartorofkalari xudo xolasa yaxshi. Agar kelib, chiroyli, yaxshi gapirsanglar, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Ko'rishingiz mumkin, akajonlarim, opajonlarim. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, 5 ming so'mdan naucho berayotgan, ichida ikkita manaqa defekti bor ekan. Atak pomidor xudo xolasa yaxshi ekan. 5 ming so'mdan bankiga sovorgani xudo xolasa yaxshi, chunki sababi sal salqin tushdi oldi, defekt bo'ladi pomidorlarda. 5 ming so'mdan mayda pomidor beryapti ekan. Dalaniga ko'rishingiz mumkin. Teplitsaga o'xshagan sortida, ya'ni osma qilib osilgan, buni ko'rishingiz mumkin. Akajonlar, opajonlar, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Sredniy nechi pul aka? Sredniyda 7,5 ming so'mdan qilib berishyapti. Qizillarni ko'ringlar, 6,5 mingdan beryapti. Agar xudo xolasa 5 taliga salfetkaligimizni ko'rishingiz mumkin. 12 ming so'm beryapti ekan. Buni 11 ming so'mdan qilib beryapti. 6 talikda. Bu mashina, ya'ni optimda bular 100 ta olishadi. 100 ta 50 ta qilib olib, o'zlari magazinlarga mayda qilib sotadigan joyda ko'rsatyapman narxlarni. 12 ming so'mga, 12 ming so'm 5 taligi, 11 ming so'm 6 taligini qilib berishyapti. Xudo xolasa. 7 talik nechi pul? 7 talikda ko'rishingiz mumkin. Kalibrlarimiz buni sonini qarasanglar, mana 1, 2, 3, 4, 5 mana shu tuzda 7 taligi 8 ming so'mdan narxini qilib berishyapti. Xudo xolasa. Orqalarini bitta ko'rsatib olamiz. Salfetkada xudo xolasa yaxshi pomidor kelorasizlar degan umiddamiz. Xususiy bozorga kelib, sifatli va sara mahsulotlarni olib ketishda maslahat beraman. Akajonlar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Obuna bo'lmagan obuna bo'lib qo'yinglar, sababi yaqinda 1000 ta bo'lishimiz kerak. Tezroq ko'payishimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Hozirlarga bolgarskiy narxlarni bitta ko'rsatib olaman. Nech pul ekan bolgarskiy? Qizil bolgarskiy 5,5 ming so'mdan ekan, 10 kilo qilib qo'ygan. Baqalajon nech pul? Baqalajonlar 3 ming so'mdan qilib berishyapti ovqatlarni. Deyta bular 10 kilo atrofida bo'lgan. Agar qopcha olsangiz, bundan ham azroq olasizlar. Yozib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana yon atroflarni ko'rishingiz mumkin. Bozorda deyarli 9-10 atroflarida video ketyapti. 8lar atrofida olinish boshlangan. Bozorda deyarli odam yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Tovarlar ham bunaqa zo'r tovarlar yo'q. Videoga hozir bitta bodring qatorlardan ham olib akajonlar. Ko'rishingiz mumkin. Ko'k bolgarskiyngiz nechi pul ekan, opajon? 6,5 ming so'm. Qalin po'chog'i bu? Yuqa po'chog'i nechi pul? 15 ming so'm ekan yuqa po'choq. Qalin po'choq 6,5 ming so'm. Qizil bolgarskiylarimiz nechi pul? Qizil bolgarskiylarimiz 6 ming so'mdan. Baqalajonlar nechi pul? 3 ming so'mdan berishyapti ekan baqalajonlarni. Ko'rishingiz mumkin. Yoz bo'lsa kelinglar. Nechi pul ekan aka baqalajon sizda? Bolgarskiy nechi pul akajon? Me'morimiz 6,5 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Svejiy qirsilama turibdi. Ko'rishingiz mumkin. 5,5 ming so'mga bir kun o'tganroq ekan. Atrofida maydaroqligi uchun shunaqa narxlari. Shu baqalajon nechi pul? 3 ming so'mdan berishyapti. Baqalajon qopga olsa kelishtirib berasizlar aka. Nechi pul qilib berasizlar qopga olsa deydi. 2,5 ming so'mdan qilib berishgan. Cho'tir bodringlar nechi pul?
Bular 7000, 8000 so'm. 7000 8000 so'm atrofida ekan. Ko'rishinglar mumkin. Agar Food Cityga kelib qolsanglar, mana Jo'xorini ham ko'rishinglar mumkin. Jo'xori oladiganlar bo'lsa aytib olar. 90-chilik nomeringiz? 20lik 20lik 006 006 31 93. 31 93 akamizga kelaverasizlar. Agar Food Cityda Jo'xori yegilar kelib qolsa, yo'lda ketasizlar, olib kelib beradi degan umiddamiz, xudo xolasa. Bodring qatorida mana bitta video olib boramiz. Bodring nech pul ekan aka? Bu Xorazmniki? Nech pul? 100 ming qilib beryapsiz qopi. Qopi 100 mingmi? Seriozmi? 30 kilo chiqadi qopida, ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa. Buxoroning bodringlari Orzu 4000 so'mdan qilib berishayotgan. 2025-yil 25-sanaga ko'ra deydi. Ular atrofida olinyapti bu video. Ko'rishinglar mumkin. Ko'rishinglar mumkin. Sentabr deyapsiz. Bodring nech pul ekan qahramoniki? Bu 6000 so'm. 6000 so'mdan Messi bodring ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa. Bunisi nech pul? Bunisi 5000. 5000 so'mdan berayotgan akamiz, xudo xolasa ko'rishinglar mumkin. Kelinglar Food City bozoriga, bodringlar ham deydi ko'proq, chunki bozor suq hisobiga atrofida deyarli bodringlar to'lib yotibdi. Andijonning bodringini, ya'ni Vodiy bodringini ko'rishinglar mumkin. 4,5 so'mdan chiqarishyapti akamiz. Sizlar istizinglarda xudo xolasa yaxshi bodringlar bor. Tbilisining mana chili pomidorlar ham ko'payyapti. Chililar nech pul beryapti chililarni? 10 mingga qancha? 10 mingga nech pul? Shodaligi nech pul aka? Shodaligi 10 ming. Shodasizchi? Donaligi 10 ming. Donaligi 10 ming. Ikkovi ham 10 ming so'mdan berishyapti ekan. Har zamon qarshi chili so'raganlar uchun aytyapmiz. Ziyodin odam qatoriga kelsanglar ko'raverasizlar. Ulug'bek aka bodring nech pul ekan aka, xudo xolasa? 3,5 ming. 3,5 ming so'mdan akamiz beryapti ekan bodring, ko'rishinglar mumkin. 100 atrofida bor. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bu narx-navoni West Toshkentga jo'nating. Sababi u narx-navoda West Toshkent bilish kerak. Food City bozoriga kelaverasizlar. 93 251 0504 nomeriga aloqaga chiqsanglar, sifatli sara mahsulot, ya'ni pomidorlar, zo'rlarni o'zim qilib beraman akajon.